Assalamu alaykum hurmatli Sultanov ishlar obunachiları. Yine bir xudo xolasa 50 qalada 5 tane neobычный stildagi laminat ishlarimizni ustanovka qilib berdik. Size görüşlerden ko'raman. Stilini görüşeniz mümkün. Neobычный. Hali hech yerda yo'q. Ochib beklanishlar, barmoq ucunda ochib beklanadi hurmatli obunachilar. Yaklarni kelib ko'rsatadi shu ochib beklanishlar. Umuman takır tukur degan vaji yo'q. Qarindoshliklarim sharxona stilda cho'tki bo'lib chiqdi xudo xolasa. 3 tane yakka eshik, 2 tane yarım eshik. Yarım eshiklarimiz ham shu yakka eshiklarimizni qo'shadigan bo'lib, neobычный stilda cho'tki bo'lib chiqdi xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, korobkalarni ko'rishingiz mumkin. 12 6lik bo'lib ishlangan korobkalari, quloqlari 500 gramlik original quloqdan qo'yiladi. Kraskalari Genç Türkiye firmasıniki ishlatiladi. Ochib beklanish hammasiniki bir xili. Barmoq uchi. Bir barmoqda ochib beklayapsizlar. Bular ham qaronalarda sharxona stilda bo'ldi. Korobkalari aytganimdek hammasiniki 12 6 bo'lib ishlangan hurmatli obunachilar. Yine bu tarafta o'zimiz klientimiz nelerle ishlaringiz mümkün. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yine shuncha yerdan kelib Xiva shahridan kelib ustalar ishlab turibdi. Sultonov ishlar ekan. İşleyen işinden razımız. Bu acayip zor, yaxshi ishlarni o'rnatib berdi. Sizlar ham tavsiya qilaman hurmatli obunachilar. Ko'ngildagi bo'lib chiqdi. Zakon hammasi dumsana bo'ldi. Razımızız. Razımız. Sizlar ham etken ishlaringizdan, minnetlerinizdan razı bo'linglar. Razımız. To'ylara buyursin. Tapqanlarınız. Xudo xolasa. Rahmat ketsin. Zakaz ne bo'lsa aytaverasizlar. Hurmatli obunachilar, bizning manzilimiz Xiva tumani Qushchi Katta bog' mahallasi, Saxovat ko'chasi 57-uy. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Bo'ldi.